Master huquqda onlayn darslar 11-sinf davlat va huquq asoslari o'quv dasturi 24-mavzu ekologik huquqbuzarlik uchun javobgarlik. Ekologiya huquqi nima? Ekologiya huquqi tabiat bilan jamiyat o'rtasida paydo bo'ladigan ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tomondan tartibga solishni o'rganuvchi fan hisoblanadi. Ekologiya huquqi bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining mustaqil huquq tizimida o'z o'rni va salohiyatiga ega bo'lgan, alohida yo'nalish va xususiyatlarga ega bo'lgan huquq sohasi hisoblanadi. Demak, ekologiya huquqi ham alohida mustaqil huquq tarmog'i hisoblanar ekan. Aynan ushbu mavzumizda biz siz bilan ekologik javobgarlik tushunchasi, mohiyati va turlari, O'zbekiston Respublikasining tabiatni muhofaza qilish qonuni va ekologik huquqbuzarlik uchun javobgarlik haqida gaplashamiz. Ekologik javobgarlik deganda axloqiy qadriyatlar, milliy va xalqaro huquq normalari tomonidan atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish maqsadida o'rnatilgan qoida va me'yorlarning biron bir davlat, yuridik yoki jismoniy shaxslar tomonidan buzilishi oqibatda ularga nisbatan qo'llaniladigan jazo choralari tushuniladi. Ekologik javobgarlik mazmun va mohiyatiga ko'ra 3 ko'rinishda namoyon bo'ladi. Ekologik javobgarlik mazmun va mohiyatiga ko'ra 3 ko'rinishda namoyon bo'ladi. Birinchisi, ekologik ijtimoiy javobgarlik. Ekologik ijtimoiy javobgarlik. Keyingisi, ekologik iqtisodiy javobgarlik. Va uchinchisi, ekologik huquqiy javobgarlik. Xo'p, ekologik javobgarlik mazmun va mohiyatiga ko'ra mana shunday 3 ko'rinishda namoyon bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, bu javobgarliklar qanday? Ekologik ijtimoiy javobgarlik kishilarning albatta kimni oldidagi javobgarligi bo'ladi? Jamiyat oldidagi javobgarligi, jamoatchilik oldidagi javobgarlik. Ijtimoiy, jamiyat degan so'zlar yonma-yon keladi, o'zingiz bilasiz. Ekologik iqtisodiy javobgarlik esa iqtisodiy huquqiy javobgarlikning bir turi bo'lib, milliy yoki xalqaro huquq normalarida belgilangan qoida va me'yorlarni buzganlik uchun iqtisodiy javobgarlik choralarini o'z ichiga oladi. Iqtisodiy javobgarlik sifatida tabiiy resurslardan foydalanish va atrof muhitni ifloslantirish uchun to'lovlar qo'llaniladi. Va ekologik huquqiy javobgarlik milliy va xalqaro huquq normalarida belgilangan ekologik munosabat qatnashchilari uchun majburiy kuchga ega bo'lgan qoida va me'yorlarni buzganlar uchun yuridik tusdagi jazo choralari qo'llanilishi kirar ekan. Mana javobgarlikning 3 ta turi va ularning tavsiflari. Albatta bularni bir-biridan farqlarini yodlab olishimiz kerak bo'lar ekan. O'zbekiston Respublikasining tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonuni tabiiy muhit sharoitlarini saqlashning, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy asoslarini belgilab beradi. Qonunning maqsadi inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlar uyg'unlikda rivojlanishini, ekologiya tizimlari, tabiat komplekslari va ayrim obyektlar muhofaza qilinishini ta'minlashdan, fuqarolarni qulay atrof muhitga ega bo'lishi huquqini kafolatlashdan iboratdir. Yodlaydigan narsa topdingizmi bu yerda? Albatta yo'q. Tabiatni muhofaza qilishga doir qonunlarni buzganlik uchun javobgarlik. E'tibor qarating, ekologik jinoyatlar deganda atrof muhitga ijtimoiy xavfli zarar yetkazadigan ijtimoiy xavfli qilmishlar tushuniladi. Hamda ekologik javobgarlik ekologik xavfsiz muhitni ta'minlashdagi davlat, jamiyat va shaxsning hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi burchlari va majburiyatlari hamda ularni bajarmasligi tufayli yuzaga keladigan ijtimoiy, iqtisodiy va yuridik xarakterdagi oqibatlari hisoblanar ekan. Xo'p, va darslikni mana shu 123, 124 va 125 betlarida yozilgan tabiatni muhofaza qilishning standartlari, normalari va qoidalari va boshqa normativ texnik talablarni buzishda qo'llaniladigan, ya'niki ekologik javobgarlik yuzaga keladigan qilmishlar sanab o'tilgan. Aynan shu qilmishlar sanab o'tilgan. Bu qilmishlarni sizdan yodlash talab etilmaydi, shunchaki bir o'qib qo'yasiz. Buni aytishim ham shart emas. Xo'p, nima taqiqlangan? Albatta, istalganini ochaman, ijobiymi, salbiymi baho berasiz. Istalganini olib o'qiyman. Mana shu yerda o'qiyapman. Atrof tabiiy muhitga zararli ta'sirini hisobga olish qoidalarini buzish. Atrof tabiiy muhitga zararli ta'sirini hisobga olish qoidalarini buzish. Salbiymi, ijobiymi? Salbiy. Albatta. Yana bittasini ixtiyoriy o'qiyman. Tabiatni muhofaza qilish obyektlarini qurish rejalarini, tabiatni muhofaza qilishga doir boshqa tadbirlarni bajarmaslik. Salbiy.
Bo'ldi, mana shu salbiy xarakterga ega bo'lgan, ekologiyaga zarar yetkazadigan, tabiiy muhitga, atrof muhitga zarar yetkazadigan barcha qilmishlar albatta ekologik javobgarlikka sabab bo'ladi. Bularni yodlab qo'yish shart emas. Barcha shu ekologiyaga bog'liq salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradigan holatlarni biz ekologik javobgarlikka sabab bo'luvchi holatlar sifatida belgilasak bo'ladi. Va yana 124-betda karbonat angidrid K2 ning miqdori 0,2 ekan. Hozirgi vaqtda bu raqam 0,3 ga boribdi. Endi bu darslik chiqqaniga 6 yil bo'libdi. 0,4 ga ham borib qolgandir. Karbonat angidridni 31% ni AQSh chiqarar ekan, короче, yodlamaysiz. Tushunarlimi? Kerak emas. Bu karbonat angidridni necha foizini qaysi davlat chiqarishini qayerdan bilib bo'ladi? Darslik mualliflari tomonidan shunchaki kiritilgan qo'shimcha ma'lumot hisoblanadi bu, xolos. E'tibor qaratib qo'yasiz. Master huquqda onlayn darslar 11-sinf davlat va huquq asoslari o'quv dasturi. Biz ekologiya huquqini yakunladik. Bu 24-mavzu edi.